Assalomu alaykum. Bugun biz What do you need? o'g'limni oyog'i ikkisi avraz etdi. Sure. But O'shanga first, you have to finish uy the obstacle sharoitida course. massaj qilishni ko'rsatmoqchi edim. Let me tell you how Sizlarga to ham get shunaqa there. holat bo'lsa, biz First, ikki you kurs have to walk across massaj these two oldik. balance 10 kundan 20 kun massaj oldik. crawl over this little Endi uy canyon. sharoitida qiling Then once deyishdi. you get off Bo'lmasa of it, you oyog'i gotta take ikkisiga those tushib balls qolgani and you uchun gotta throw them through the targets. gips qilib Then qo'yishimiz you crawl mumkin through deb the rainbow qo'rqitishdi. over Endi the shunaqa lobster, sharoitdamiz. jump O'zim all har kuni 4 qilishim kerak hurdles. o'zgacha. Finally, O'shaning uchun hit the sizlarga ham button agar shu and narsa you're done. kerak bo'lsa, It's o'zinglar so uy sharoitida hard. You won't massajdan know keyin until o'zinglar you ham try. qilmoqchi bo'lsanglar, Just try it, Jenny. shuni o'rgatmoqchi edim. O'zim qotganimni bolashlarigacha ko'rsatib beraman. Mana hozir o'g'lim oyog'ini silayapmiz. X bo'lsa tashqariga qarab silinar ekan. Oldi chiqib ketgan, yurganda yiqilib tushyapti. Don't give up, Jenny. Keep on trying. Shundan Okay, Uncle. dekalsiyli ichirdim. Akvada kremda ichiryapman. Endi o'shanga qarashimiz kerak ekan. Sekin-sekin massajini qilyapmiz. Endi past oyoqlarini massajini qilib, alifli massada massaj qilsa bo'lar ekan. O'g'lim boshqa yonidagi Quite yet. allergiyasi You bor. gotta do it a bit faster. O'shaning uchun hozir alifli massada massaj qilaman. Bu ham o'tirish qiyin bo'ladi degan injiq. O'shaning uchun tez qilib tashlashga harakat qilaman. Oyoqlarni shunaqa qilib bitta qo'lingizni tashqariga, bitta qo'lingizni ichkariga Whoa, qilib, that's a great suyagini improvement, sekingina Jenny. qattiq masala sindirib olinglar. Sekingina qilib Not quite yet. qo'yinglar. Round Keyin yana shu chiqqan suyagini silinadi. Endi men massajchidan ko'rganlarim shu, esimda qolganlari shu bo'ldi. With this Shuning uchun block, shularni you're qila gonna qoldim have to o'zim. learn how to paddle with your hands. Endi ortopedik oyoq kiyim zakaz qilganmiz, xudo xohlasa. Nice technique, Jenny. Biz ham tayyor bo'lgan. O'sha kuni xudo xohlasa olib kelamiz. Looks to me like you're ready for Oyog'iga the kiyadi, pool. uni ham video qilib qo'yaman xudo xohlasa. Shunday qilib massaj qilar ekan. 10 minut o'ng oyog'ini, 10 minut chap oyog'ini qilasiz dedilar. Men o'ng oyog'idan boshladim. Let's get in the pool. Show me how you Sekin qilib I'm so scared, oyog'ini Uncle. qizidi. Don't be scared, Jenny. You can do it. I know you can. Come on, Jenny. You Endi bu got it. oyog'iga o'tamiz. Spirit, Soatga qarab qilyapman, taxminan. you can do it. Oh, I can't finish it. Don't Chunki worry, unga Jenny. You o'tirmaydi. can do it. You just gotta keep Parafinlar pushing. bilan qildik boshida. Endi shu chap oyog'ini qilishni boshladi. Oyog'ini ochib ketadi. Sekin-sekin Yeah, you did it, boshqa Jenny. qilinadi. Look, it's a bird. Yay! So that is the story how I learned how to swim. Video cho'zilib ketgan ozgina, xohlasalar o'tkazib Yeah, I qo'yadi. heard it 30 times. Endi men hali unaqa video olishlarni bilmayman. Endi boshlaganim uchun qo'ldan kelgancha qilaman xudo xohlasa. O'rgan bo'lsam tez-tezlarga zerikmaydigan qilib olib berishga harakat qilaman. Good job. At first, if you don't succeed, try again. Ikkita oyog'ini bir-biriga tekis qilib, suyagini tekkizib ishlab qilish kerak ekan. O'shanda suyaga kirishga harakat qilar ekan. O'shani sekin-sekin massajchi Yuzapadan ko'rganlarimni mana sekin-sekin qilaman. Ozgina yuramiz, umsini qilamiz. Orqasini o'ngirib, kelgan joyi eng qiziq joyi ekan, menga shu yoqda suyagini yerga qilib, sekin-sekin ohista-ohista shunaqa qilar ekan. Shu suyaga tegib, shu kirishi uchun hammasi shunaqa qilinar ekan. Sekin-sekin yana qattiq bosmagan oyog'ini bitta qattiq bosgan o'xshab ko'ryapti, lekin men qattiq bosmaganman. Sekin bosganman. Endi oyog'ini poylaymiz. Oyog'ini poylaymiz. Qizim shu qilib boradi. O'zim o'ylashga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha tekis qolasizlar oyog'ini qiyshiq boylab qo'ymanglar. What do you mean? Qo'yib olib, This is not food. bilasizlar, qizim yordam berardi. Endi hozir videoga olayotganim uchun qizimni chaqirmadim, chunki ekronni to'sib qo'yadi. Anyway, if you fed it to you, where's your Shuning uchun o'zim boylashga harakat qilaman. Qizim yo'g'ida ham o'zim boylashga harakat qilaman. Sekin qattiq ushlavermanglar. Qattiq oyog'ini siqib ham boylavermanglar, qon yurishmay qoladi. O'rtacha darajada boylashga harakat qilasizlar. Keyin bu 2 soat turadi. 2 soat men palaskaga o'tkazib, o'zim o'g'limni ko'chaga olib chiqib aylantirib yuraman. Bo'lmasam yech deb yig'lab isterika qilib tashlaydi. O'shaning uchun sekin-sekin boylab qo'yamiz oyog'ini.
nothing crazy will happen. Manimcha bu ayollarga foydali bo'ladi deb o'yladim. Chunki hammada ham har doim pul bo'lmaydi. Pul bo'lganda vaqt bo'lmaydi. O'shaning uchun biz ham oldik, pul topib oldik. Endi bu yog'iga endi o'zimiz qilishimiz kerak ekan. O'shaning uchun sekin nima qilib qilmayman har kuni o'zgacha qilishim kerak ekan. Shu narsani bizda doktorga ham olib boraman. Xudo xohlasa uncha yaxshi bo'ladi. Bitta oyog'ini boylab bo'ldik. Mana endi ikkinchi oyog'ini boylaymiz. Oyog'ini qiyshiqligini ko'rasizlar. Bu yoqqa chiqib ketgan. Suyaga. Endi bu yog'ini boylaymiz. O'sha valdan endi boylab sekin When is it to hurry? sekin to'g'ri olasizlar. That tickle. Sal qalib qoldi, shuni to'g'rilaverganman. I did it. O'zingiz boylashi juda ham qiyin. Kimdir yordam bersa, juda ham oson bo'ladi. Qiyshiq ketishi bo'ladi, taxtalani. O'shaning uchun Give me the ball. Give me yordam the bersa, ball. o'sha turishgan. It's over. That was crazy. Wow, look at all these floaties. Mana endi boylaganimiz. Choose one, Wendy. I want this one. How much? $20, Boylab please. qo'yasizlar. Rahmat meni kuzatganinglar uchun. Kattakon.